Mani tog'am millioner edi. O'sha mahal menga berish kerak degan kutubda o'sganimda edi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramizki, ukangiz ham borlar. Ular ham shaxsiyatlari kuchli ekan, o'zi ko'rim bilinib turibdi. She'rlaringiz bilan ham biz tanishmiz, общий holatda. Shaxsiyati kuchli insonlar ko'p jamlanganda. Bu o'zi общий genda bormi yoki muhit o'zi shuncha odamlarni tarbiyalaganmi? O'sha uchun men aytdim-da, xato qilmaganmiz-da, qilganmiz, lekin bu bizani unaqa sindirib qo'ymaganda. O'sha kuchli bo'lishga sabab o'zi aslida neudachlik bo'lishi sababi nima? Ota-onangiz san o'xshamaydi deyishi va ikkinchisi xotiningiz mensimasligida. To'g'risida, masalan, bu bizani muhitda deb bilaman, ayollar, ota-onalar ishongani deb bilaman. Qaysi ma'nodaki, hatto bu xalaqit bermaganlari qaysi ma'noda o'xshamaydi. Просто qo'yilgan, o'sha bo'yicha ketilgan. Bu meni gapim. Endi oilada har bitta insonning o'zi xarakteri bo'ladi. Biz anaqa chiqib turganda gapirganda chiroyli bo'lishimiz mumkin, lekin har bitta odamning o'zining xarakteri bo'ladi. Balkim yutug'imiz har bitta insonni o'sha xarakteriga moslashib, o'sha qarindoshlar orasida kutuvimiz to'g'ri bo'lishi. Tushundingizmi? Masalan, deylik, bo'ldi, mani tog'am millioner edi. O'sha mahal menga berish kerak degan kutubda o'sganimda edi. Bo'ldi, men neudachlik bo'lardi. Banda oyim har doim aytganlar, yo'q, kutuv yo'q, faqat havas va moslashish. Shu.